Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2024-yil Damas'imiz bor bugun sotuvda. 2024 jihozlangan tayyor. Diska balonlar, noshkalar o'rnatilgan. Torpeda chiquvlar ham qo'yilgan. 1070 kilometr yurgan. Patologlar qilingan. Tonirovkalar qilingan keyin. Mashina tayyor minishga. Kraskasi toza. Xo'sh. 2024-yil Damas. Metani bor. Buni avtokreditga ham qiziqganlarga avtokreditga ham chiqarib beramiz. Naqd nasiya barterga ham to'g'ri keladi. Barterga 2000-yildan yuqori bo'lgan Damaslarga barter bor. Xo'sh, bu mashinamizning narxini 7800 dan kelishib beramiz. Jihozlangan, tayyor 24-10 ming probekda. Xo'sh, keyin bizlarga yana 2013-yil Damas'imiz bor. 2013. Bu mashinamizda most korobkasi yaxshi, kraska 20-30% bor. Shuna obshivkalar yangisidan qilingan. $207 ming probekda. Barlar ham qo'yilgan. Stoyka kantashkalari butun o'ziniki turibdi. Bittasida yoriq bor. Xullas mashina minishga tayyor, zo'r holatda turibdi. Rangi qaymoq rang. Gazi propanmi dedi shuni. Propan gaz. Propan gazda mashina. Bu mashinamizning narxini 4700 dan kelishib beramiz. Bu ham barterga, naqdga, nasiyaga chiqadi. Xohlasalar Fortuna bank qilib beramiz. Ana shu mashinalarimiz shu haftaga. Barterga bo'ladigan bo'lsa agar hurmatli obunachilarimiz, barterga 2000-yildan yuqori bo'lgan Damas'lar bo'lsa hisoblab olaveramiz. Endi Tiko'miz bor. 16 millionga sotiladi. 2000-yil Tiko. Propan gaz bor, qo'yilgan ruxsatlari bor. Xohlasanglar generalni, xohlasanglar oformleni qilib beramiz. 16 millionga sotiladi. Hurmatli obunachilar, bizlarga mana shu keladigan xaridorlar bo'lsalar agar Bulung'urdan, Tayloqdan, Urgut tomonidan keladigan xaridorlarimiz bo'lsa, xo'sh, bizlarning oldimizga kelishinglarni to'g'riroq qilib tushuntirib bersam, mana shu betonka orqali kelsanglar, Qarshi kurukdan o'tgandan keyin yangi ochilgan Zapchast bozorga kelsanglar, bu yog'i juda yaqin. Shaharning ichi bilan kelishga, endi misol uchun shaharning ichida o'zi kameralar ko'p, palasa, chiziqlar, gayi ko'p, ham probka. Shuning uchun mana shu Qarshi kuruk orqali kelsanglar yaqinroq. Bitta yo'l bilan kelaverasizlar, xudo xolasa yaqinroq. Pastarg'om tomonidan keladigan xaridorlarimizga, Ishtixon, Loyishdan keladigan xaridorlarimizga mana shu Hazoradan Sagdianaga qarab burilganda to'g'ri kelsanglar, xudo xolasa mana shu bizlarning manzilimizga yaqinroq kelasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar.